Aziz birodarlar, bir birodarimiz farzandli bo'lgan, ismini Maryam qo'yibdilar. Aqiqa qilishlik uchun birodarimiz pul chiqargandilar. Yaxshi qo'chqor olib so'ying deb. Mana bitta qo'chqorni oldik inshaalloh. Kilosi ham mana 83 kilo chiqdi. 83 kiloli qo'chqor bo'ldi. Alloh subhanahu taolo qabul qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Maryam qizlarini ko'zlarini quvontiradigan farzand bo'lsin, barakatli farzand bo'lsin, ota-onalarni jannatga olib kiradigan farzand bo'lsin. Haqiqiy soliha mu'mina farzandlardan bo'lsin inshaalloh, qoriyalardan bo'lsin. O'qigan Qur'oniga amal qiladigan qoriyalardan bo'lsin inshaalloh. Hozir bu qo'chqorni so'yamiz biiznillah, va so'sh jarayonini ko'rasizlar videoda biiznillah. Aziz birodarlar, bu ulug' muborak kunda, Ramazonning oxirgi 10 kunligiga to'g'ri kelibdi bu aqiqa qilishlik, qo'y so'yishlik. Bu juda ham yaxshi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo o'zi qabul qilsin, Alloh rozi bo'lsin. Yana eslatib o'tamiz aziz birodarlar, bu qo'yni so'yib, oldingi qo'y so'yib tarqatgan haymalarimiz bor. Yetim bolalar, onalari bilan yolg'iz qolgan, ba'zi bolalarni o'zi qolgan. O'sha haymaga borib turib, davlat tomonidan hayma qilib berilgan. O'sha haymaga borib turib, so'yilgan qo'chqor go'shtlarini tarqatamiz inshaalloh. Aziz birodarlar, alhamdulillah hozir chodirlar biriga yetib keldik. Ko'p kuzatadigan birodarlar bilasizlar. Bu yoqda haymachalar, chodirchalar, har birida yetim bolachalar bor. Onalar bilan yolg'iz qolgan. Boquvchilari yo'q, erkaklari yo'q uylarida. Hozir aqiqa uchun so'yilgan qo'yimizni go'shtlarini tarqatamiz inshaalloh. Aziz birodarlar, yana aqiqa go'shtlariga qo'shib hozir mana bu yerda konvertda pullar bor. Islom Kanadiyskiy birodarimiz zakot pullarini chiqarganlar. Mana bu go'shtlar bilan hozir pullarni inshaalloh tarqatamiz. Bu yo'g'ini video davomida ko'rib boraverasizlar. لا هون هدول هون ارجعوا ولاد. Hozir mana go'sht tarqatishni boshladik. Aqiqa uchun so'yilgan go'sht va Islom Kanadiyskiy birodarimiz zakot pul chiqargan. Bu aytganimda pulni ham, go'shtni ham bitta-bitta berib ketamiz har bir xonadonga. Bu birinchisi bo'ldi. Yo'qdan boshlaymiz. Aziz birodarlar, bolajonlar bizani tanib qo'ygan. Har kelganimizda xursand bo'lib, bir mashinaning oldiga yugurib kelib so'rib qolishadi. Bolan tepa. شاي بلدي Yalla. Maryam, maşallah. Aqiqa qilayotgan birodarimizni farzandlarini, qizlarini ismi ham Maryam edi. O'zimni kichkina qizimni ham ismi Maryam. Bu qizlarning ham ismi Maryam ekan. Maşallah. خالد هذا خالد Maşallah. ابدا بيت يلا هذا بيته. اي هذا بيت هذا بيت. تفضل. هذا كمان. علاني كيفك؟ شو اسمك؟ ما شاء الله Ayşe gelsin. Amca birodarlar roza tutasanmi desam ha dedi. Necha kundan beri sen hammasini tutib kelding deydi. Maşallah. 10 yosh ekan.
Alhamdulillah aziz birodarlar, aqiqa go'shtlarini va Islom Kanadiyskiy akamiz zakot puli chiqargandilar. Ularni qo'shib hammasini tarqatdik. Alhamdulillah. Aziz birodarlar, yana kim ehson qilmoqchi bo'lsa, zakot puli chiqarmoqchi bo'lsa, mana bu yerlarda manzillarimizni qoldiramiz. Muhsin xayriya fondi orqali o'z ehsoninglarni, o'z zakotinglarni yetkazsanglar bo'ladi. Aziz birodarlar, yana aytib o'tamiz. Oldin Shom va Falastin yerlari edi. Hozir Afrika ham qo'shildi. G'azzo va Shom yerlari va Afrika yerlariga o'z ehsoninglarni Muhsin xayriya fondi orqali yetkazinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.